Assalomu alaykum, sizlar bilan mashhur Uz kanali. Samarqandda eshak go'shti sotib kelgan shaxs ushlandi. Kanalimizga obuna bo'ling va bitta like tugmachasini bosib qo'ying. Ijtimoiy tarmoqlarda kanalga salkam 10-15 ta eshakni so'yib tashlab ketilgani haqidagi xabarlar tarqaldi. Mazkur xabarlar yuzasidan Samarqand viloyati ekologiya boshqarmasi munosabat bildirdi. Qayd etilishicha, holat Kattaqo'rg'on tumani ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi bo'limi davlat inspektorlari va mutasaddi tashkilot vakillari tomonidan o'rganilingan. Bildirilishicha, Kattaqo'rg'on tumani Sho'ra qishlog'ida yashovchi fuqaro tomonidan xonadonida kushxona tashkil etib, bir necha eshaklar so'yib, go'shtni sotish bilan shug'ullanib kelayotgani ma'lum bo'lgan. Ma'lum qilinishicha, hozirda mazkur holat to'liq bartaraf etilib, kushxona faoliyatiga chek qo'yilgan. Noqonuniy faoliyat yuzasidan esa noqonuniy chora ko'rish maqsadida bayonnomalar tuzilib, tegishli idoralar tomonidan huquqiy baho berilmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanida 13 ta eshakning ichak-chavoqlari va suyaklari tashlab ketilgan edi.